Assalomu alaykum. Hop, yaxshi. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Yo'q Bugungi bo'lmasa u darsimiz Xo'sh, bugungi darsimiz metrlar bilan ishlash bo'ladi. Yana qo'shimcha bloklarni bo'lish, qo'shimcha to'ldirish va boshqa bularni o'chirishlarni ham ko'rib o'tamiz. Hozir ekranda endi metrlar bo'lmasa ham shunga yaqin nomimiz bor. Bu endi Blenderda yaratilgan animatsiyalardan birini ko'rib turibsizlar. Ana shunday, masalan, tabiat manzaralarini ham bemalol Blenderda yaratishimiz mumkin ekan. Juda hammasi obyektlar, nimalar, masalan, suv animatsiyasi va boshqalarni ham hozir bemalol yaratsalarimiz bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimizga o'tamiz. Birinchi boshida o'chirishni ko'rib chiqaylik. Masalan, kerak emas bo'lgan tomonlar, yuzalar, nuqtalar va boshqalarni o'chirishni ko'rib chiqamiz. 3 ta asosiy o'chirish usullarimiz bor ekan. Objektga o'tib va ro'yxat oxirida delete tugmasini bosish mumkin ekan. Xo'p, qanday bo'ladi? Yoki delete o'zi tugmasini bosishimiz mumkin yoki ana bu yerda o'ng tomonni bosib delete x yoki ana bu yerda ko'rsatib turibdi, shuni bosishimiz ham mumkin ekan. Shu o'shanda bizda obyekt o'chadi bizga. Object modda shunday o'chirishimiz mumkin. Yoki delete o'zi tugmasi ham bor, klaviaturadagini uni ham bossa bo'ladi, demak shunday ishlatishimiz mumkin. Yana qanday o'chirish usullarimiz bor? Klaviaturadagi X tugmasi bosgandan so'ng tasdiqlash oynasi paydo bo'ladi va OK D tugmasini bosish kerak bo'ladi. Demak, qanday bo'ladi? Keling, buni ham ko'ramiz. X tugmasini bosaman. Hozir e'tibor beringlar, object modda turibman. O'sha object modda turib X tugmasini bossak, mana delete objects yoki D ni yoki delete ni bossak, demak bizda yo'qoladi. Yoki XD ni bosaman, mana X bo'ldi. Ana shunday qilib ham demak bemalol o'chirib yuborishimiz mumkin ekan obyektimizni. Klaviaturadagi delete tugmasini bossak ham o'chishi mumkin ekan. Ana endi keyingisi endi qiziqroq. Bu oddiy endi obyektlarni o'chirish bu muammo emas. Endi qiyinroq masalamiz bor, qiziqroq masalamiz bor desak ham bo'ladi. Bu endi tahrirlash rejimida qanaqadir yuzalar, obyektlar, nuqtalar, tomonlarni o'chirish qanday bo'ladi? Buni ko'rib o'taylik. O'chirish quyidagi menyu paydo bo'ladi. Bu yerdan nimani o'chirish kerakligini tanlash mumkin. Masalan, verticals, edges yoki faces yuzalar deyapti. Nuqtalarni o'chirishdan boshlaymiz. Masalan, mana bizga obyektimiz bor. Hozir edit modga o'taman. Edit modga o'tdim. Mana yuzalar, tomonlar, mana shulardan tashkil topgan. Masalan, bitta nuqtani tanlaymiz. Kelinglar, X ni bosib, bu yerda o'chirish uchun X ni bosishimiz kerak. Yana endi bemalol yuzami, tomonmi va boshqa qayerda o'chirishni ana bu yerdan belgilashimiz mumkin. Bizga menyu chiqib keladi. Menyudan chiqmay turib, qarang, kelinglar, verticalsni bosaman. Verticalsni bosganimdan keyin ana shu nimagadir ishlamayapti. Sichqoncha ishlamayapti. Xo'p, ana demak bizda nima bor edi? Shunday bitta nuqtamiz bor edi. Xo'p, o'shani x deb verticals deb bosganimizda, demak o'sha nuqta va o'shanga nuqtaga yaqin bog'liq bo'lgan 3 ta yuza o'chib ketyapti. Tushunarli? Demak, tomonlar va yuzalar, o'sha nuqtaga bog'liq tomonlar va yuzalarni ham birdaniga o'zi bilan birga o'chirib yuboradi. Xo'p. GZ deb o'zini teparoq ko'taraylik. Demak, ana shunday qilib o'chirishimiz mumkin ekan. Agar masalan ikkita tomonni tanlasam, demak qaysi tomonlar o'chadi? Tepa o'chadi, past o'chadi, chunki bu bilan bu shu nuqtalarga tegishli. Ikki chet ham o'chib ketadi bizda.
Demak, ikkita tomon qoladi. Pastki va tepadagi. Qani, prop qilib ko'ramiz. Vertikasini bo'lsa mana ikkita tomon qoldi. Tushunarlimi? Xo'p, bizada Ctrl Z u yerda ham ishlaydi. Orqaga qaytmoqchi bo'lsalaringiz, Ctrl Z ni bosib ishlatishlaringiz mumkin. Lekin Ctrl Y ana bu nimada, lekin oldinga qaytish ishlamaydi. Ctrl Y. Uni o'rniga Ctrl Shift Z ni bosishlaringiz kerak bo'ladi. Agar oldinga o'tmoqchi bo'lsak. Masalan, Ctrl Shift Z ni bosaman, ana o'chib tashladi. Ctrl Z ni bosaman, orqaga qaytadi. Orqaga, oldinga, masalan, shunday qilib manipulyatsiyalar olib borsalaringiz bo'ladi. Qadamlaringizni ketma-ketligini qaysidadir muammo bo'lsa, ana shunday ishlatishlaringiz mumkin. Buni ham aytib o'taman. Xo'p, ana endi tomonlar. Kelinglar, tomonlarni o'chirib ko'ramiz. Tomonlarni tanlashni bosaman. Mana bu yerda nuqtalarni emas, tomonni tanlashni bosib, mana bu tomonga bosib, X ni bosgandan keyin edges ni bosamiz. Edges ni bosganimizda o'sha, demak, tomon va o'shanga xo'sh, birikkan desak ham bo'ladi. Yuzalar ham o'chadi, masalan. Ana, masalan, bunday ko'rinishda bo'ldi ana. Ikkita tepa va past tomon ketib qoldi. Bu yerda o'sha tomonga qo'shilib. Tushunarlimi? Demak, ana bunday qilib kerakli, masalan, tomonni o'chirishimiz ham mumkin ekan. Endi uchinchisi bizga faces, yuzalarni qanday o'chirishimiz mumkin? Masalan, qaysidir yuza kerak emas. Nuqtalarni, nimalarni o'chirmasdan turib, faqat yuzani o'chirishimiz mumkin. Yuzani belgilaymiz, X ni bosib, mana bu yerda facesni belgilasak, ana shu bizga faqat yuzaning o'zi o'chdi. Masalan, korobka o'xshab, masalan, qoldi bizda. Shu element emas. Mana shunday qilib ham o'chirishimiz mumkin ekan. Xo'sh. Xo'sh. Agar yana bu yerda nimalarimiz bor? Yana only edges va faces. Ya'ni bu yuzalarni o'chiryapti. Xo'sh, tomonlar qolyapti. Mana bunisini shunday masalan ishlatishimiz mumkin ekan. Xo'p. Only faces. Faqat yuzalar o'chsin desak ham bo'ladi, masalan. Only faces. Hamma masalan shakl tanlab olamiz, masalan. Faqat bizga yuzalar o'chsin va bu chiziqlarimiz qolsin deyaylik. Tomon nima deymiz? Tomonlar va burchaklar masalan qolsin deyaylik. Unda X ni bosib only faces ni bossak, yana bizga karkas qolyapti. Ko'rinayotgan bo'lishi kerak sizlarga. Demak, karkas qolyapti. Karkasimiz bor. Faqat yuzalar o'chib ketdi. Qaysidir yuzalar kerak bo'lmasa, ana shunday qilib ham o'chirishimiz mumkin ekan. Yana nima bor? Dissolve verticals. Mana shu kelinglar. Dissolve verticals. Dissolve nima degan? Yo'qotib yuborish, masalan, nima deydi? Eritib yuborish, xuddi shunga o'xshagan ma'nolarda keladi bizga. Masalan, Ctrl mana bu yerda subdivide qilamiz va mana bu yerda kerak emas nuqtalar paydo bo'ldi deylik. Ana shu bizga nuqta kerak emas, masalan. X ni bosib dissolve verticals desak, ana shu kerak emas nuqta bizda o'chirilib yuboriladi. Tushunarli? Kerak emas nuqtalar paydo bo'lib qolsa, masalan, qaysidir manipulyatsiya olib borilgandan keyin obyekt ustida manipulyatsiyalardan keyin qaysidir kerak emas artefaktlar, nuqtalar paydo bo'lib qoladi o'zidan o'zi. O'shalarni yo'qotish uchun bemalol ana bu yerda dissolve verticalsdan foydalansak bo'lar ekan. Tak. Yana bir marta, demak, nuqtani belgilaymiz. X ni bosamiz va dissolve verticals tanlashimiz bilan ana bunday olib tashlaydi. Endi bizda ana bu nimaga yuzaga yotgani uchun o'sha nuqtani ham tekislik nima qilib yubordi. Bu endi o'zi kerakli nuqta edi. Xo'p. Yana nima? Yana masalan xuddi shunday
tomonlarni ham o'chirib yuborishimiz mumkin. Bu uchun tomonni tanlaymiz va x ni bosib dissolve edges ni bossak bo'ldi. Masalan, kerak emas, ana bu yerda tomon bor edi masalan deylik. Ana buni ham o'chirmoqchi bo'lsak dissolve edges. Dissolve edges desak, ana уже bizga kerak emas nimalarni chiziqlardan olib tashlasak, o'chirib tashlasak bo'ladi. Endi bu yerda lekin mana bu obyektning o'zida kerakli masalan asosiy chiziqlarni o'chirib tashlasak muammolar bo'ladi. Muammo ham emas, boshqacha harakatlar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, mana bu yerda bitta tomonni o'chirsak, ana bunday uchburchak ko'rinishida keltirsak bo'ladi. Masalan, shundan ham foydalansak bo'ladi. Kerak bo'lsa, ana shunday qilib, masalan, bu tomon yo'qotilgandan keyin ana bu tomon bilan bu tomon to'g'ridan to'g'ri bir-biriga ulanyapti. O'shanda bizga shunaqa shakl kelyapti. Buni ham hisobga olsak bo'ladi masalan. Xo'p, kelinglar yana bir marta subdivide qilamiz. Xo'sh, x ana endi dissolve faces deyishimiz ham mumkin. Dissolve faces ana bu kerak emas nimalarni ham o'chirib tashlayapti va yuzalarni bitta qilyapti masalan. Sizlarga qayerdadir noto'g'ri bo'lib ketgan bo'lsa yoki masalan Ctrl R ni ko'ramiz hozir va subdivide degan va bo'limlarni ham hozir ko'rib chiqamiz. Subdivide masalan noto'g'ri qilinib ketsa yoki faqat bitta tomonga bo'lish kerak, qolgan tomonlarga ta'sir etmaslik kerak bo'lgan vaziyatlarda biz shundan foydalansak bo'lar ekan. X ni bosamiz va dissolve facesdan foydalanib yana o'zini nimasiga qaytarishimiz mumkin. Masalan, A tugmasini bosib subdivide qilaman. Hozir yo'q, subdivide ishlamayapti. Xo'p, o'shanda demak bitta o'chirib chiqib, bu kerak emas bo'lgan ana o'sha bo'libdi. Bizga faqat yuzalar subdivide bo'lmayapti. Mana shunday. Demak, o'chirib yuzalarni birlashtirib yuborsak bo'lar ekan. Xo'p, nimadir kam turib ketyapti. Xo'p, yana nima bor? Limited dissolve, buni ko'p ishlatmaymiz. Collapsed. Kelinglar buni ko'ramiz. Bu endi bu yuzani bitta nuqtaga masalan birlashtirib yuboradi. Bu yerda 4 ta nuqtamiz, ana 3 ta burchagimiz bitta nuqtaga birlashadi. Ana bu yerda x ni bosib collapse bossak, ana shunday ko'rinishga olib keladi. Masalan, ana buni ham bosib x collapse deyishimiz mumkin. Unda ana bunday ko'rinish bo'yicha bitta yuzaga aylanib qoldi bizda. Chunki ana bu uchtasi demak birlashdi. Birlashgandan keyin bizga faqat ana shu bitta yuza bo'lib qoldi-da. Bitta yuza qoldi. Mana bular uchtasi birlashgandan keyin 1, 2 va 3-chi nuqta, ana bu 3-chi yoki bu yoki bulari 3 ta nuqta bo'lib qoldi va shu uchun bizda mana shunday uchburchak paydo bo'ldi. Shunday ham qilib masalan qilishimiz mumkin ekan, ishlatishimiz mumkin ekan. Edge loops. Xo'sh, bizga kerak emas ekstrudlarni yo'qotish uchun ishlatsak bo'ladi. Masalan, ekstrud qilib qo'ydingizlar, masalan, Ctrl-Z bilan nimagadir ishlamay qoldi. O'shalarda masalan edge loopsdan foydalansak bo'lar ekan. Shunday qilib xlar o'chirish, shunday qilib ko'rishlaringiz mumkin. Ana bu yerda qo'shimcha masalan ma'lumotlar ham bor. Ko'rib o'rganib chiqsalaringiz bo'ladi. Fill ni ko'rib chiqaylik. Ana endi masalan fill bu to'ldirish ana endi. Masalan, kelinglar deyaylik, qaysidir ochiq to'rtburchak joy yuza bo'lib qoldi. Ana shuni to'ldirish kerak deyaylik.
Unda masalan fil tugmasidan foydalansak bo'ladi. Ana bu yerda masalan 5 joy bor. Mana shuni to'ldirishimiz kerak. Bu uchun xo'sh, alt bilan ham belgilasak bo'ladi. Alt bilan belgilab olib, F tugmasini bossak, mana shu yuzani to'ldirib beradi. Juda oddiy. To'ldirish uchun ishlatsak bo'ladi masalan. Har xil vaziyatlar nimalar bo'ladi. Bo'sh masalan o'tgan safar fonar tayyorlagan vaqtimizda ham bo'sh yuzachalar paydo bo'lib qolgandi. Shularni to'ldirishda masalan ishlatsak bo'ladi F tugmasini bosib. Fil to'ldirishini masalan karkasi bor, qaysidir qismini to'ldirmoqchi bo'lsak, to'rtta tomon yoki ikki tomonlardan hammasini belgilab olib F tugmasini bosishimiz kerak ekan. Xo'sh, belgilash. Mhm. Shift bilan umumiy belgilashimiz mumkin. Buni bilamiz. Masalan, Shift bilan ikkita uchta obyektlarni belgilab olishimiz mumkin. Masalan, yuzani belgilamoqchi bo'lsak, Shiftni bosamiz. Ana bunday qilib belgilab chiqishimiz mumkin. Shiftni bosib turib belgilaymiz va qo'shilib ketaveradi. Ko'plab yuzalarni belgilamoqchi bo'lsak. Va xuddi shunday Alt tugmasi bor. Altni bosib turib belgilasak, masalan, qaysidir tomonga qarab ketishi mumkin. Mana shu bunday. Yoki yaxshiroq misol sifatida ko'rishimiz mumkin ana bu yerda sfera y kelinglar y bo'yicha z osini balandroqqa ham ko'taramiz. Mana masalan bu yerdachi qanday bo'ladi? Masalan, tomonlarni tanlashni bo'lsam ham alt bilan ikkinchisini bosishim bilan ana bizda bunday ko'rinishda ramkani avtomatik belgilab berdi. Bitta-bitta belgilab turmaysizlar-yu, alt bilan belgilaysizlar. Oddiy, yaxshiroq, qulayroq bo'ladi. Sizdan bemalol ana bu yerdan chiziqlarni tanlashlaringiz mumkin ekan. Yarim yo'q. Xo'sh, ana shunday tayyorlasak bo'ladi. Xo'p, yana nimasi bor edi? Bu yerda yuzalarni tanlashda ham xuddi shunday ishlaydi o'zida. Bunday qilib, masalan, sirkuldagi masalan aylanan qanaqadir yuzalarni tanlab olishimiz ham mumkin. Bemalol masalan ishlaydi. Birinchi bittasini tanlab, ikkinchisini keyin tanlasalaringiz aniqroq bo'ladi. O'zi avtomatik sizga tanlab beradi. Endi sizga masalan 3 ta 4 ta kerak bo'lsa, bunday qilish ham mumkin. Shiftni bosib turib, altni bossak, ana 4 ta 5 ta masalan yuzani tanlashimiz mumkin ekan. Bunday belgilab chiqishimiz mumkin. Xohlaganimizdek. Xuddi shunday nuqtalarni ham kelinglar ko'ramiz. Nuqtalar bo'yicha ham tomonlarni belgilab olishimiz mumkin. Xo'p, yarim o'yin masalan belgilab beryapti. Yuza va bitta yarim oy bo'lagini belgilab oldik. Endi belgilab olib ana shunday shularni o'zgartirishimiz mumkin. Shu uchun bizga belgilash kerak. O'zingiz bilasizlar, demak belgilash. Bunday qilib foydalansak bo'lar ekan. Agar hammasini shaklni umumiy belgilamoqchi bo'lsak, qisqa A tugmasini bossak, hammasi belgilanadi. A tugmasi va Alt A'ni bossak, belgilanish yo'qoladi. Masalan, nimalarnidir belgilaganmiz. O'shalar belgilashni yo'qotish uchun Alt A tugmasini bossak, belgilashlar yo'qoladi. Masalan, Alt A va A. Ko'pincha A tugmasidan foydalanamiz. Endi L tugmasi obyektni o'zini belgilab beradi bu yerda. Masalan, bu yerda hozir masalan obyektni bitta tomonini belgilab, masalan,
A tugmasini bossak, edit modda demak ikkovini ham masalan ko'proq elementlar bo'lsa, ikkovini ham tanlayapti. Bizga masalan unday kerak emas, faqat shu masalan ko'pni tanlab olmoqchimiz, masalan harakatlantirish uchun kerak, yo boshqa bir qanaqadir nima uchun kerak. Masalan, L tugmasini bossak, bizga obyektni o'zini belgilab beryapti. Obyektni, shu obyektni, alohida obyektni. Masalan, bu yerda ham L tugmasini bosaman, sferani o'zini belgilab beryapti. Lekin ikkovini ham birdaniga belgilamoqchi bo'lsak, A tugmasini bosamiz, ikkovini ham belgilab beryapti. Qaysi bilan ishlamoqchi bo'lganlaringizga qarab, mana shunday belgilashlari, tanlashlari bosish mumkin ekan, demak. L yoki A. Bu endi vaziyatga qarab tanlanadi. Xo'p, yana davom etamiz. Keyingi mavzumiz desak ham bo'ladi. Bugungi nimadagi bo'limimizda matnlar ustida amallar. Ya'ni endi bu bizda Blenderda nafaqat masalan obyektlarni harakatlantiramiz, u yerda masalan matn ham qo'shishimiz mumkin. Matnlar ustida masalan katta kichik bo'lib qanaqadir animatsiyalarda yoki qanaqadir rasmlarda animatsiya matnlarni ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Animatsiyalashimiz mumkin. Bu uchun bizlar matn qo'shishimiz kerak bo'ladi. Qayerdan qo'shiladi va shularni masalan ko'rib o'taylik. Demak, matn egri chiziqlardan, odatda Bezier'dan tuzilgan vektor obyektlari hisoblanadi bizda Blenderda. Matnlarni Add bo'limidan tekstni tanlab qo'shish mumkin ekan. Tahrirlash bo'limida matnning belgilari o'zgartiriladi. Obyekt bo'limida matn demak, tahrirlash bo'limiga matn belgilarini o'zgartirishimiz mumkin. Obyekt bo'limida matn shrift qalinligi va boshqa qo'shimcha parametrlar qo'shilar ekan. Demak, obyekt bo'limida nima bor, tahrirlash bo'limida nima bor, ana shuni ko'rib turibsizlar. Xo'p, kelinglar, matn qo'shib ko'ramiz. Obyekt rejimiga o'tib, addni bosib, mana bu yerda text degan bo'lim bo'lishi kerak. Ana text 5-chi bo'lib turibdi. Textni bosamiz va bizga ana уже matn qo'shib qo'yildi. Masalan, teparoqqa chiqaraman, mana tekstimiz bor. Naqadar matn bor. Edit modga o'tib, masalan, obyekt bilan ishlash deb yozaylik masalan. Edit modda kirib, masalan, bemalol o'zgartirishimiz mumkin ekan matnni va endi object modga o'tib nimalarni o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda dataga o'tib, left, center, right, justify, bu endi bu kattaroq matnlar uchun. Xo'sh, kelinglar, left turaversinmanda. Xo'sh, top, baseline, middle va qanday qilib turani shu nima asosiy nuqtaga qarab o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Bottom masalan va boshqa. Top turaversin. Top baseline ham shunday standart turaversin. Xo'p, font shriftlarni o'zgartirishimiz mumkin masalan mana bu yerda. Shriftni ochishimiz kerak. Bu yerda masalan qaysidir shriftda bo'lsin deylik. Shriftlar kolleksiyasi menda bor. Berlin Sans hozir kerak yo'q. Xo'sh. Urbanist. Uchura.
Urbanist yo'q ekan. Hopkins ham yo'q. Impact. Impact bo'lsa kerak, lekin impact regular. Open Fontana. Mhm. Shunday qilib belgilab qo'yishimiz mumkin. Yo'q, nimagadir o'tmayapti. Ishladi. Impactni belgilamabdi. Yo'q, adashmadim. Masalan, mana bunday Bauhaus'ni tanlab ko'raylik. Bauhaus shriftida bo'ldi demak. Shunday ishlatishimiz mumkin. Mana endi masalan font, italic, bold, geometriya, obyektlarimiz bor. Bu hozircha keragi yo'q. Transform hozir kerak emas. Kattaroq qilishimiz mumkin. Sheer egriroq qilishimiz mumkin. Keling va ko'raversin. Underline pastki chiziq adashmasam. Small collapse. Bunday qilishimiz mumkin ekan. Obyektlar orasidagi masofa o'zgartirishimiz mumkin. Word spacing. Bu bizga endi so'zlar orasidagi masofa. Line spacing. Bu bizga qatorlar orasidagi masofa bo'ladi. Text box, size va boshqalarni masalan qo'ysak bo'ladi. Animatsiya, custom properties va bular hozircha kerak emas. Endi matnni vertikal ko'rinishga o'tkazish uchun obyekt rejimidan nima qilishimiz kerak? Masalan, hozir bizga bunday gorizontalga to'g'ri yotyapti desak ham bo'ladi. Buni vertikal chiroyliroq ko'rsatib joylashtirishimiz kerak. Tepadan pastga qarab turadigan qilib. Xo'p, bu uchun aylantirish R tugmasini bosamiz. Xo'p, R tugmasini bosib, X tugmasini bosishimiz kerak ekan. Keyin va 90 ni kiritib, Enterni bosishimiz kerak. Demak, birinchi R tugmasini bosdim. Mana bunday ko'rinishga keldi. Keyin X tugmasini bosaman. Mana bu yerda qizil chiziq paydo bo'ldi. Ana endi 90 tugmasini bosaman va Enterni bosaman. Va shunda bizda yana xo'p 90 gradusga aylandi. Ana endi o'qisa bo'ladigan ko'rinishga keldi. Ana endi masalan bunaqasiga qo'ymoqchi bo'lsam, xuddi shunday. R tugmasini bosamiz, Z tugmasini bosamiz, 90 tugmasini bosamiz va Enterni bosamiz. 4 ta tugmadan foydalanib masalan mana shunday ko'rinishga qaytib keltirib qo'ydik. Bemalol o'qisa masalan bo'ladi. G, Z bilan masalan o'zini pastroqqa, G, Y bilan mana chetroqqa olib qo'yadi. Ishlatishimiz mumkin ekan. Mana shunday qilib matnni demak to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Xo'sh, endi matnni o'zgartirish, qanday va boshqalar kerak bo'lsa-chi, qanday nima qilamiz degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, hozir faqat yuza bo'lib turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bitta yuzadan tarkib topgan. Hozircha qanlik va boshqalar yo'q. Buni qanday o'zgartirsak bo'ladi? Bu yerda object ko'yib, convertni bosib, o'shanda meshni tanlashimiz kerak ekan. Xo'p, mana bu yerda object bo'limiga o'tamiz. Convert. Convert ana pastda bosib mesh obyektlarga o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ham mesh ana hozir text ikonkasi turganda ana endi o'tganimizdan keyin meshga aylandi. Masalan, yana qanday meshga o'tkazsak bo'ladi? Mana bu yerda o'ng tugmani bosib convert to meshni bossak yana
meshga aylanadi. Ana endi bemalol masalan ana obyektimiz ana shunday ko'rinishga bo'lib turibdi. Bemalol ekstrud va boshqa nimalarni bajarishimiz mumkin. Masalan, qalinlik kiritish uchun ekstruddan foydalanamiz masalan. Ana bizga obyektimiz, yozuvimiz 3D ko'rinishda keldi. Va xuddi shunday yana endi bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, qaysidir yuzalarni balandroq ko'tarmoqchisizlar deylik. GZ masalan deymiz masalan. Yoki ana bu masalan shaklni sal chetroqqa, buyoqroqqa surmoqchi bo'lsak, GX yoki Y qilib masalan bunday qilib tahrirlab chiqishimiz mumkin bemalol. Bemalol obyektni rasmlarini tahrirlab chiqishimiz mumkin. G Z masalan teparoq keltirsak bo'ladi. Bu yerda hop L-ni bosib S-ni bosishimiz mumkin. Masalan, kattaroq qilib tayyorlamoqchi bo'lsak, masalan, mana bunday ko'rinishga keltirsak bo'lar ekan. Mana shunday tekstni, matnni tahrirlab chiqishlaringiz mumkin ekan. GZ kattaroq qilib qo'yamiz. Bunday qilib ishlatishimiz ham mumkin. GZ bunday va mana shunday, demak, rasmni tahrirlab oldik. Bektdan ishlash. Matni. Xo'p, sizlarga ham vazifa bo'ladi. Uyga vazifa. Ismlaringizni, ism familiyani yozsa bo'ladi. Yoki ismlaringizni o'zini yozib, mana shunday tahrirlab qalinlik berishlaringiz kerak bo'ladi va o'shandan keyin ana bunday qaysidir tahrirlab ozgina o'zgartirib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda extrude qilib ham masalan har xil masalan bezaklarni berishlaringiz ham mumkin masalan. Bu endi o'zlaringizni fantaziyalaringizga qarab bemalol o'zgartirsalaringiz bo'ladi. Masalan, qaysidir yuzalarni chiqarib, masalan, qaysidir nima qilib yaratsak bo'ladi. Ana shunday tayyorlab vazifa nimalarga uyga vazifaga belgilab qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Masalan, bunday qilib qo'yaylik. Bunday harfini chiqarib va boshqa ishlarni bajarsa bo'ladi. Hop, tushunarlimi uyga vazifa? Yana bir marta ko'rsataymi qanday qilishni? Zaps bo'lsa, zapisdan ko'rib olaman. Zapisdan ko'rib olasizlar. Aha. Xo'p, o'tgan darsni ham yana bir yozib beraman hozir. Zoomga. O'tgan darsda uyga vazifasi yuklanmagan ekan. Zoom nimagadir ishlamabdi. Xohlovchilar qaytib kirsin, yana o'rgataman. O'tgan darsda nimalar. Uzr, eshitmadim.